cho'pon ku bo'lsa qo'lga bir tayoq ham bo'ladi degan. Ha, sizda mana cho'pon bo'ldi. Betayoq cho'pon bo'lmaydi-a? Yo'q. Yo bo'ladimi? Azza taraf. Adam meja. Olamit xudo partim degan, ha? Yo'q. Yo'q, boshing. Xo'p, bismillah. Allo, nasha. Qo'tanni quylar topib olmasa, qorni kesib ana shu qo'tanga eltaydigan sarka bo'ladi. Ya mushoxishon uni mushoxas. Yagon to'maga shox dor, ichira ham nima shox dor. Qancha bir yaxshi cheri ochibsiz. Ho, mana bu nomida sarsavzlik. Yaxshi yillar. Yaxshi ro'zda baxayman, do'st rafiqlar shukr Xudoga har ro'z ko'rmoqqa, so'ramoqqa keladi. Muhammad Isoy azoqcha va xudomadan dam o'tar olmading vaqt raftin da haraki birinchi to'masha. Namisha? Gaz telam masraf namikunani? مرکب به خاطر آوردن یا انتقال دادن آب و مواد خوراکی استفاده میکنه. در همین عصر هم در بعضی از مناطق کوهستانات که کیموچن تردز بگولن Bugünler yangaç derdi. yangamuşun terdez. Bale bale. من فکر قلبم خیلی منوچن تردز. Ama yarım sizden. تشکر. به نام آن که زیبایی طبیعت جلوه‌ای از قدرت است و آرامش دلها با یاد او. سلام و مهر میفرستم خدمت شما هموطنان گلم. آرزومند هستم که در هر گوشه و کنار دنیایی که زندگی به سر میبریم جور، صحتمند و پر انرژی باشیم. هموطنان عزیز، بعد از دیر مدت در خدمت شما از طریق صفحه رادیو درمان قرار گرفتم. ما امروز در دل طبیعت آمدم. نیاز نیست که من براتون بیان بکنم، تصویر خودش بیانگر است. ما در یکی از منطقه های ولسوالی پنجگانه آقچه قرار دارم. امروز با جمعی از دوستان، رفیقان، همکاران و خوبان آمدیم در دل طبیعت، هم به عنوان سفر، چکر و هم به دیدار یکی از چوپاندازان برتر ولسوالی مردیان، آقای گلبدین مردیانی، که اونا در همینجا هستن و در ادامه همراهشان صحبت‌هایی خواهیم داشت و به تصویر خواهیم کشید وضعیت را. و همونطور که شما در عقب ما تعدادی از دوستا را می‌بینین با اتحاد، با اتفاق همه گرد هم آمدن و قرار است که امروز را با بهترین شکل در همچین طبیعت زیبا سپری بکنیم. و این سنگی که در کنار ما می‌بینین من خیلی تعجب کردم. در میان این همه ریگساران سنگی در اینجا وجود داره که به نام چی یاد میکنه؟ ایرا از آقای حبیب الله حبیبی که اینا هم در جمع ما هستن میپرسیم. لطف بکنن و پیش رو بیاین. السلام علیکم. یه نفر بار دیگه سلام علیکم لیلی. سلامت بخیر بام. تکلم siz جانز جرم. خوش kelibsiz برگه. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz sizlar. Bo'ra. Salomat bo'ling, baxir bo'ling. O'zni do'stlarga tanishtirib o'ting. Men otim Habibulla Habibi va Ulusvoli Aqchadan bo'laman. Bir o'z mana shu Gulbedin polvonda Murdiyon Gulbedin polvonni ko'rgani Marbiti Ko'yiston Shakarqo'l mantiqasiga kelib biz ba'da Shakarqo'l mantiqasidan bu soyni ko'rasiz. Bu nomi Toshqo'tan deyikani. Shu mantiqaga kelib biz mana Gulbedin polvonni ko'rgani, Gulbedin polvonni xeyli siyati yaxshi ekani. Mana kelgan Gulbedin polvoni G'ulom Cho'pondozni o'g'li ko'rgani kelgan. Ko'p yaxshi. O'zingizda avvalin borizmi shu yerga kelganingiz yo avval ham kelibdingizmi shunday joylarga? Men taqriban bir 15 yil ilgari keldim. Kelibdingiz? O'sha vaqt qanday edi bo'lar? Sarsavz bilan kelibdingizmi yo qishgami, qachon kelibdingiz?
bizlarning vaqtimizga ham shundoq sarsavz vaqtda kelamiz degan shularga ko'pi vaqt. Ko'p yaxshi. Ha. Va bu kun o'zingiz aytib o'tsangizki, qaysi do'stlar bilan keldik, cho'pandozlardan kimlar bor va boshqa kimlar bor? Cho'pondozlardan Zavib polvon bor, Gulbidin polvon bor, Ayatullo polvon bor. Ayatullo polvon tog'asi bilan Oyat polvon bor. Xo'p, Gulbidin polvonning o'zi bor. Ko'p yaxshi. Xo'p, Axtar Qayrador bor, Matin bor. Mana shular bilan tamom do'stlar bilan Ko'p yaxshi. shu ro'z Gulbidin polvonni ko'rgani yatog'iga kelib biz ham bir chakarga. Bali, ko'p yaxshi. Umid qilamanki, yaxshi bir chakarda o'tkazaylik, salomat bo'ling va o'rlagan ba'zi do'stlar bu o'ltiribdi jam bo'lib choy tushib va idomaga ularni ham tasvirni olib qolamiz. Inshaalloh bizlar bilan bo'ling. خب هموطنان عزیز، همونطور که شما مشاهده میکنین اینجا همه سرسبزی هست و در کنار از او دوستان سرسبز را با خود داریم. در اینجا صحبت‌های همراهشان خواهیم داشت. با ما همراه باشین. assalomu alaykum. Salom ba kulliton ammalaringizga salom bo'lsin. Ijozam o'tirsak? Sog'misiz, sihatingiz yaxshimi, baxayr bo'lmisiz? Tashakkur, sog' bo'ling va inshaalloh sihatmand bo'lib ketasiz. Shukur yaxshi siyatman. Yaxshi nom. Qancha bir yaxshi chehra ochibsiz. Ho, mana bu nom xudo sarsavzlik. Yaxshi yillar. Yaxshi ro'zlar baxayman. Do'st rafiqlar shukur Xudoga har ro'z ko'rmoqqa, so'ramoqqa keladi. Nom xudo illa yaxshi. Voyat yaxshi bo'lsak deya. Yaxshi bo'lsak va bu siz daqiqani aytib o'tsangiz-ki, shu mantiqa nima yod bo'ladi va qayerga hozir bizlar? Dani Gavhor deymiz mantiqani bizda. Dani Gavhor. Dani Gavhor deymiz, bu bizlarni buvakalolarimizni, otalarimizni mantiqalari bu. Bir vaqt shu yerda olib qolgan, shu yerga kelgan. Endi mana bu o'ltirgan samtimiz bo'lsa, bizlarni qo'riq joy molcharimiz. Buni bir Toshqo'tan degan bir joyimiz. Buvalarimiz shu vaqt, bala, buvalarimiz yana bir ot qo'yib ketgan bunga. Xo'p, yaxshi. Bu yerga sizdan boshqa degan familiyalar yashaylarmi yo faqat o'ziz? Bizda ikki familya bor shu yerda, Ismoil boy bilan men o'zim bor. Ikki familiyaga kokolarimiz, tog'alarimiz bor. Ularni kelgan yo'q, bu biltir birtasi keldi, bu yil kelmadi. Mol boqgan sababiga sho'rlarga zindalik qilasiz degan atman lizzat ham olasiz bu tabiatlardan va qancha mol bor, nima mollar bor bu yerlarga? Böyle 1000 qo'y meni o'zimki bor. Bir 700 ham bir tog'a bachamizniki bor. Bir 700 qo'y shira biz zindalik qilamiz. Ko'p yaxshi. Otimiz bosh shukur mana bu degan hayvonotlarimiz ko'p. Yurib shira zindalik qilamiz. Hammasi ham shu sabziga qo'y bergan degan. Bala. Xo'p, degan qancha nafar yashaysizlar bu yerga? Men bir o'zim shura bir 17 nafar yashayman. Nomi xudo, bu 17 nafar hammasi bir famil? Bir familya. Shu pon maqsad familyaga 17 nafar bir joyga bizlar. Olish zindaliga hamma kerak bo'lgan zotlar ham shu yerga topiladimi yo agar kerak bo'lsa qayerdan olib kelasiz? Aqshdan kelamiz. Aqshdan qancha fasila bor shu yerdan? Aqshdan bilan shu yer fasilasi shoyat taqriban mo'tarsiz kelja 1,5 soatlik yo'l bor. Olishim Xumarbot Oqcha bo'ladi. Aqcha. Biz Javzon, bizlar Javzon soyasi o'ltiramiz. Bizdan narida Chimtol. Xo'p, oqa kelsa Chimtolga boramiz. Chimtol, ha. Xo'p, ko'p yaxshi. Har qancha vaqtdan bir shahar borib kelasiz? Men Gavor hafta 2 boraydim. Oyog'im shu raqam og'ir bo'lgandan so'ng olib bir namozdan bir necha kun avval keldim, so'ng ketganim yo'q, o'zim zo'rga talganim yo'q. Men do'st rafiqam devolar kelgan. Shular bilan bilasa chakar kelaman. Bir yuribmiz. Uzoqqa o'zim zo'rga talganim yo'q deya. Yaxshi. Va o'ziz bu chamanlarga, bu tabiatlarga ko'proq nima ishlar qilasiz? Men hech qilaxon ishim yo'q. So'li 12 mavazifam. Oyog'imda yo'q mo'tar bo'lsa mo'tar, bo'lmasa mo'tarsiz kel. Shu polani ikmoratni qilaman, non, suv, chilan bahavolgan qilamiz. Ya'ni zindagidan rozi va xushvaqtlik bilan o'tkazasiz. Ha, shukr. Umid qilaman hamisha shunday bo'lib to'xtasa va borlarga zamariq va zotlar topiladimi, topilmaymi? Topilash. Degan nima zotlar bor borlarga? Har raqam bir zot meva bo'lsa shu tog'larda bo'lmasa topib bilolsangiz. Siz bizdan otini ham bilmaysiz. Zamariq qana tamon jo'qa bu. Dega har raqam mevalar bor bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Bu kun mana Oqchadan ko'proq cho'pandozlar va do'stlarni olib keldik. Mana xo'sh kelibdi xonasi va tashakkur. Xeyr xushhol bo'ldim men. Bular kelibdi. Didor so'ramoqqa, shakar urmoqqa, xonalari zavod tashakkur. Ko'p xush bo'ldim men sizlardan. Salomat bo'ling. Xonalari zavod. Sog' bo'ling. Xayr ko'ringlar. Diga deyishgan do'stlar ham devolar hammasi salom aytaman. Tashakkur. Digalar ham kelsin baxayr, mana sizlarda siz bizda o'lsin, o'ltiralik baxayr. Ko'p yaxshi. Va shu hozir Rashid Palavon Inog'ay Turkiyadan ko'rib o'ltirdi va boshqa musofir bachalar ham ko'rib o'ltirdi. Ularga nima aytgan gapi so'zingiz bor? Hammasiga salom aytaman. Hammasiga salom aytaman. Do'stlim bo'lsa, ham devolim bo'lsa, rafiqlaringiz bo'lsa, bir odam 30 eshitgan bo'lsa, hammasiga salomimizni qabul qilsin. Xo'p, avvaka o'zingiz ham aytgan so'zingiz bormi? Mana aytgan so'zim bor. Mana Gulbidin polvon kelgan, Axtar Qayrador kelgan.
و عبدالمتین جان با آیت جان با من و زابه پالوان با بعضی دوستlar mana shularni mas kelgan Gulbudin polvonni ko'rgani ham chakar urgani kelgan xos mana shular tarafdan hammasi tarafdan o'z tarafimdan Rashid polvonga ko'pdan ko'p salom aytaman va bir narsa degan aytmoqchi edimki Rodi Darmondan ham ko'p tashakkurlar qilamanki mana bizlar bilan kelibdi Rashid polvonni qo'ytanni ustiga Aqchadan har musulmon har inog'avs kelsa Gulbudin polvon mana shu yerga xizmatiga bizlar ham xizmatiga inshaalloh baxar mana endi qarib vaqti non bo'lib kelyapti inshaalloh baxar non pon deydi xo'p bo'lar mana degan bir mantiqasi bor o'rlay borsa o't ham xeyli baland bo'dana ko'p bo'danagillik qilamiz baxar Xo'p. Ola aloqamandi bo'danam bu degan bu jamlishi. Endi bu raqamki agar biron yaxshiroq xonanda bo'lsa uni saqlasak O'zim yaxshi ko'rasin bo'danam. Ha, o'zim ham yaxshi ko'raman. Uyga ham saqlaysizmi bironta? Uyga ham saqlayman. Holi to'anizgacha avval saqlaydimi, to'aniz shu bilan bo'danam yo'q inshaalloh saqlasak agar inshaalloh inshaalloh baxar tutsak buni pishirib ham yeymiz. Ko'p narsalar davo ham bu bo'dana. Ko'p yaxshi. Degan tutardek to'r olib keldingizmi? Qanday tutiladi bu bo'dana? To'r ham bor, hamma ikmolat bor. Ko'p yaxshi inshaalloh barnomani indamasiga ko'ramiz. Hamvatanon aziz, در اینجا چای هم است. دیگه طبیعت هم زیباست، دوستا هم است. اینجا چوچمامر هم آوردن. دیگه انشالله که برنامه ما ادامه داره، با ما باشین و از دیدن این منظره ها لذت ببرین. زندگی کردن حداقل 1 ثانیه 1 دقیقه الا 1 ساعت هم در میان گل‌های زرد و سرخ و رنگین واقعا زیباست و امروز لحظه زندگی خود را در میان گل‌های زیبا و با دوستان خوب سپری می‌کنیم. هموطنان عزیز، ما آقای نظری مسئول دفتر اسکام نقره شهر باغچه را هم با خود داریم که در جمع ما هستن. اینقدر گلای زیبا را چیدن نیفهم به خاطر که چیدن. سلام. سلام siz. بخیر و تکلمsiz جانız جارم. Hoş gelipsiz. Hoş bulduk. Sen hoş gelipsiz. Ola, buni ayting-ki, kim uchun terdingiz bu gullarni? Bu gullarni yangi aytib terdim. Xo'p, degan yangam uchun terdingiz. Bale, bale. Men fikr qilmadim, hay, men uchun terdingiz. Hamma yarmi sizdan. Tashakkur. Sonra yangam urishmas yana. Ha? Deganda ko'p balo beradi. Biriga. Qanchata yangam bor? Bir dona inshaalloh. Bir dona. Bir dona uchun qanchada gul terdingiz? Bir dona uchun deganda 2 ta tergandek. Bir savol so'rayman. Shu bilancha yangam sizga gul berdimi, yo'qmi? Men Qancha dafa gul oldingiz? shu dafa bergandim. Siz qancha dafa gul berdingiz? Men 2 dafa tavalludga berdim deya. Olib bu gulni oti nima deydi? Bu guloy zart deydi. Men ichida gul lolasi ham bor, ichida chuchmomasi ham bor. Qizil o'tini bilasiz, guli lola deydi-ne? Mana shular ko'klari bor, chuchmoma deydi. Bu chuchmoma. Bu guloy zart deydi. Ispan baqir, ispan deydi. Bilmadim, odamlar men o'zim da Guli zard. Guli zard. Sezam bo'ladi. Bir qorisoy ham gul terotdi. Hol bilmadim, qorisoy kimga gul terak? Ben yangasi. Yangasiga yo yangamisiga? Yangasiga. Xo'p. Yangamizga. راستی هموطنان اونجا دوستان منتظر ماست به خاطر که منطقه دیگه میرن، همراهشان باید بریم، منتظر ما هستن. باز بقیه صحبت ها رو همراهشان می داشته باشیم. بیاین. سلام دوباره دوستان عزیز. ما امروز چوپان شدیم. چوپانی هم در قسمت ما بوده، اما فقط یک چند دقیقه. کیفی هم داره باز چوپانی.
و در اینجا یکی از چوپانان همین منطقه است، چوپان رشید پهلوان. السلام علیکم. اکا ساقمسیز؟ بخیر مام تکلنس. چی حال دارین؟ فارسیوان هستی شما؟ خیلی زکی گپ لیوس خیلی ساقمسیز؟ آتیز نمت آقا جان؟ عبدالعزیز آقا جان. قیردن بول است وزیز؟ ولایت جواز جان ولسوالی میرد منگیجی قریه اینا را قضا برگه مال با قصص؟ اصلا چوپان دیگه است. ما چوپان قنچه وقتی بیر چوپان کلاس؟ چوپانی قرار وتیزل بیاندر ای نام خدا وتیزلم بیر چوپان؟ اینا خو تن خسته قلمای من چوپان لی رئیسگه ورمدم ایش. یا ایران هیچ تیانی آخ خو با قوت بس شانس وتیزلم بریم رشید پهلوان چوپان مسز گل بدن کن. یا بر ون سکیزلدن بر با ما ون سکیزلم بیر. ون سکیزلم کمی ماست. کم مس برای قنچه نفر چوپان سلا؟ مزلا من بجیان با خو من بجیان با اوش تور نفر دیگه است. تور نفر بزنا خو کو بیاخش مولن قچن چقدر است؟ قچن وی گیل است؟ وی بوم یا برگوشن ما بود دیگه. به اصطلاح خود تقول براز یا تاق دیدنی؟ قنچه ساعت با قصص مولن؟ کیچه تور ساعت 20 ساعت بخواست چند با قصص؟ بر کندزی ماست که چند یا با قصص؟ کندزم بخواست کیچه بخواست حال منوچیا کوی با گیچی با سرکه با کوش با دیگه نما با خوشخرام با سرگیم با اما با دیگه اما سیم با بولانو سورا قیسی امون بولد گیچی امون بولم یا کوی امون بولم گیچ گرته شاخ قیسی کبر آزار برد سیز گیچ گرته شاخ را کلاد جه قندق یعنی ای کب بلند ده کب چقدر آزار برد دیگه سیز سورا سیز مغلس تا یاغز بینن قاقس می یا غیر ورمای در قولا خیتراز ده دیگه بکن bizde do'stlarbilan keldik, sizni ham avval olmoqqa va shu hozir o'zizni ham do'st yorlar, musofir bachalar hammasi ko'rib o'ltiribdi. Nima aytayotgan gapi so'zingiz bor? خوش کلاس Baxay bo'ling. Diga har cho'pon ku bo'lsa qo'lga bir tayoq ham bo'ladi diga. siz mana cho'pon bo'ldingiz Betayoq cho'pon bo'lmaydi, ya yo bo'ladimi? bitayoq bo'lmaydi So'ra bo'rlaga tayoq bo'lsa ko'p yaxshi bo'ladi bo'rlaga shog'ol u buzotdan bo'm yo'q. bu mana jiyam bo'cha Mo'ja ham bo'm. Ular hozir bermaydi diga siz. ya men azar berma kuchilar ko'p Xo'p, bora kuchi ham bor. Qanchada kuchi bor? kuchi oltita Endi inja sarkara girifton va men maqsad az xeyli metarsin. Buni sarka deydi diga. bale sarka shu Xo'p. Susmaymi bu? yo Buni shoxi qancha yaxshi ekan siz? shoxi endi mana xudo bergan narsa diga bu 3 bilis shoyat bo'ldi. shot ko'proq ham bo'lsa Sora bularning nima vijagisi bor? Nima xususiyati bor bularning? bu qo'yni tartadi diga damga yuriydi Shu avvalga yuriydi. bale Vaqti qeri kelsa shu qo'ylam ketdan ketadi. bale qo'ylarni shu tartadi qiyoqqa kelsa Albaka, o'zingiz ham cho'ponlik qilib ko'rdingizmi? maqsad cho'ponlik qilganimizda cho'pon bilan ko'p andivorlik qilibman bir raqam agar qor por yog'ib yo'l ham bo'lsa qo'yni yo'lini ochayotgan shu sarka bo'ladi qo'ytanni qo'ylar topolmasa qorni kesib ana shu qo'ytanga eltayotgan sarka bo'ladi Ular be istiloh nar bo'ladi, erkak bo'ladi degan. bala erkak bo'ladi Xo'p, ko'p yaxshi. Diga bor qanchata sarka shoyat bo'lsa? Shumi yo degan bo'lsa sarka. bir 20 ta bor 20 ta sarka bor. 20 ta Sora sarka bu 20 ta sarka emas, bir yo'ldan ketamiz, har qaysi yo'lga ketsa qo'ylarni ham bir tasdan ikki masam bir joyga jam bo'lib ketib o'ltira surish qancha yoshi bor sarkani? sarka bir 5 yashandir ta Ya'ni degi sho'rda. Degino borang'oy muxtalif است دیگه اما شاخشون اونم شاخ است. یگان تو میگه شاخ داره چرا که اینمی شاخ داره. اما تو یک بسن؟ یعنی 3 تا. قریب گفتن که تقریبا 20 دانه سرکه است در اینجا. دیگه از بینشون اون 4 تاش آوردن شما در تصویر ببینین. باز بولا آدم سوسدی هم دیگه yaramazı هم qiladi دیگه. yo u odam bilan ishi yo'q buni bu faqat molni kashf qiladi har yerga mol band bo'ldi yo'lni yitirdi mana shu yo'l topib Yo'lni topib beradi. bala Bir savol dega meni selimga xutur qildi. Bu onadan tug'ilgandan buni shoxi bo'ladimi yo sonra chiqib ketami shoxi? sonra chiqadi Sonra chiqadi. bala Birdan chiqib ketadi degan. ha birdan mayda kam katta ketadi To qancha metrgacha bu uzun bo'ladi yo qancha qarish bo'ladi? Shu ketami shoxi? qancha bo'ldi shu Oxiri shu. oxiri shu 50 sonda bor 50 son shoxi bor. Ha, shoxdor deganda bular. bular shoxdor sarkan narjudaga Tashakkur. Sog' bo'ling, tashakkur. Do'stlar tasvirlarni ببینین. degan ol kelyapti bular. دیگه هم باوردار است تاثیر از اینجا داشته باشه محمد جان. به این طرف اینجا دیگه دشت و بیابان است. جایی که به خاطر چراندن مالا فراهم شده. خوب
yaxshi. Bu kun siz bu bunday tabiatga kelibsiz, qanday kayf olasizmi, lazzat olasizmi? Kayf ham olamiz, lazzat ham olamiz. Mana Gulbudin polvonda qo'ylarni ustida kelamiz. O'zini so'rab kelamiz. Inshaalloh mana qo'ylarni ko'rib Tashakkur, sog' bo'ling. Xo'p, Gulbudin akam o'zingizam aytib o'tsangizki, Rashid polvonda qanchata moli bo'lib bergan? Rashid polvonni ixtiyori shu qoida hammasi deya. Ixtiyori hammasidan. Bala. Sonra hammasi bir nafardan yo degan nafarlarga bo'ldi. Degan nafar yo'q, o'zida do'stlarniki bor. Qancha dona o'zidagi Rashid polvonniki bor, ko'kalaridagi bor. Hammasi qanchata mol shu? 1000 qo'yshi. 1000 ta qo'y. 1000 ta qo'yshi. Kattasi 1000. Maydasi ham shoyad 700 bo'lsa. Qancha yildan beri bularni saqlaysiz? Bizlar bu vakolalar hammasi moldir o'tgan. Shu molda bulardan qolgan. Ulardan biz ham rost qolgan shu mol. Bir yilga qanchada izofa bo'ladi? Bir yilga shu qo'yimiz fikr qilgan 700 barra beradi, 300 shuni o'yladi, suyladi, shu raqam bo'ladi. Do'st yo'lga kelsa, Do'st yorga suyladi, o'yladi, maqsad bu marzlik bo'ldi yo'q buni. bu kun nimani tayyor qilib o'tiribsiz so'ymoqqa? Bugun baxay bir barani suyib damlarga pishirib omada qilib qo'yamiz. Inshaalloh aziz jo'jonim va xizmatdan tasvir medoshlar boshim filan baqiya tasvirlar bibini masjid. Cho'ponlikda qattiqroq yo yomonroq ish qaysi bo'ladi? Zanjir bersin. Saratonda issiq bo'ladi, sal baxshi hech narsa yo'q. To'xtab kuydiradigan Kuydiradi. cho'ponlarni xo'roki nima bo'ladi so'ra? Rashid polvon saylab boq. Xo'rak, mana u yaxshi xo'ragi yoradi, deyar o'tirdan qildi. Yar vaqt qolasangiz qo'ydi birtasini yotqizasiz. O'z xo'shingizda deyapti. Ha. Qancha cho'ponlik qilasiz? Cho'ponlik qilamiz. Birov bilan. Qayerdan bo'lasiz? Cho'ponlar degan Xo'roq bilan. Siz sog'misiz? Baxayr. Taklamisiz? Otiz nima? Aslında Siz ku cho'pon emas. çiğbandan tozadan Tozadan cho'pon. Qayerga yashaysiz o'zingiz? mana shu tog'chi Kimda o'g'li bo'lasiz? baydilar turgan Baydlar Turkiyani. Xo, amdi o'g'lim yagon vaqtda azza payom memon. Ene de vatandor پسر خود ناخدا کلان چوپان شده و دیگه دنبال هزاران مال کار خود به خوبی پیش میبره. پشت پدرتون دق ماندین؟ آتازیکه دندق قولد؟ برام بلا گبلش هست؟ آوا قچن کل سیدی میز؟ قرآن نماز مکتب آقی سماق میز؟ سفشم؟ اسم 5 می همکار بخش تحقیق ما اینقدر از سگ میترسه اگر تو را بخوره خیر مقصد مرا نخوره نگه برحال لالا چوپان بیاین خو بیاین سایه سایس بیاین سلام دوباره خوب هستین بخیر هستین ساعتتون خوب است چی حال دارین خسته نباشین جور باشید امیر من خودم میگیرم ان شاء الله مانده نشدین نه شکر چراندن مالا شما را خسته نمیکنه نه برادر میشه که یک بار خودتون معرفی بکنید نامتون از کجاست ما در چی هستم در بارگاه از بارگاه هستید خب اینجا ماشو چرانه میکنین ها خب چند تا مال دارین اینجا همین 2 سال باشه 200 تا مال ها 2 سال خب اینا از خودتون است یا چوپان هستین نه ما خود چوپان هستم بایا است خب اینجا تنها میچرون یا دیگه نه نپار است خب نپار دیگه امیدوار هستم که خسته نباشین و کاربارا بخیر بگذره و اینجا خواستیم که خر داشت مرکب داشت خواستیم که مرکب سواری بکنیم این مرکبتان کار خو نداره باز نه خدر بد نیست نه بازی یگان وقتا خودتان سوار خو میشین دیگه ها سوار خر به خاطر چی استفاده میکنید هیچ خری با هم میاریم سرش ها کمی کراچی باش کراچی کسر کش میکنه
جایی که میارین دور است از اینجا تو؟ ها درست بعد میشلاق میاریم از اون طرف میارین خر میارین ها خب بسیار خوب حالا ما هم در مرکبتون سوار شویم اجازه است اجازه هست آدم کار نداره نه برادر ها؟ نه راحت سوار شویم بیاغ بیان خود یک گرفته بیتین از ما را چپا نکنه یا اجان از کدام طرف سوار شوم این از این طرف سوار شوم اوش همین مایی که شما بگیرین یک این صحیح شده سوار شده ما ها خب این حال یکدم ما رو نبره کش کده نه محمدی صاحب از آقچه و خدا آمدن در موتر آمدیم وقت رفتن در خرکی بریم چطور میشه نمیشه دست تیل هم مصرف نمیکنه نه ولی یک وقتا خوب که امی اسب و مرکب بوده خو اینا خوردن غذایشان مصرف است اما نسبت به تیلی که امروز مصرف میشه بازم بهتر شاید باشه میگم اما یک وقتایی دیگه از امی استفاده میکردن دیگه حالی هم بعضی چوپانایی که در کوهستانا مال میچرانه دیگه از همین مرکب استفاده میکنه دیگه شاید یگان تایشون اسب داشته باشه اما زیادش مرکب داره دیگه نه بله این مرکب به خاطر آوردن یا انتقال دادن آب و مواد خوراکی استفاده میکنه در همین عصر هم در بعضی از مناطق کوهستانات که به خصوص در سمت شمال کشور ما ممکن در تمام نقاط افغانستان همچنان استفاده بکنه و خواستم من اولین بار در همین برنامه مرکب سواری بکنم یک بار دیگه تجربه بکنم که چگونه است در زندگی خود اولین بار با بالای اسب من سوار شده بودم در یکی از مسابقات بزکشی که در ولسوالی آقچه برگزار شده بود و این هم اولین تجربه ما به سوار شدن به سر مرکب است که با شما شریک ساختم دیگه امیدوار هستم که این برنامه ما خدمتتان که تقدیم کردیم لذت بخش تمام شده باشه. از دوی گرامی میشه که شما در بخش کامنت بنویسین آیا مرکب را جای دیدین و بعد از دیدن آیا سوار شدین نشدین تجربه دارین از سواریش یا ندارین که کیف کردین یا کدام خاطری جالب ازش دارین میشه که در بخش کامنت با ما شریک بسازین و همین قدر سوار شدیم بس است دیگه راه میره دیگه چوب بگیم دیگه راه نه ایخ بگم یا چوب بگم خب اینا باز در زبان پشتو مخته کردن یا فارسی دگه با میفهم خر اوه بشکل چو ایخ طرف سگم رفته رایسته خب ما بس میکنیم همین قدر کافی است این حالی اوش تا شدیم تا شدنش مشکل خود نداره نه در سوار شدن خب با مشکلی سوار شدیم ما میگم همین تا شدن از شاید مشکل باشه به خاطر که یکدم نافتیم یا پای ما خاطر همی پیدا کرد یک سری همی کار میکنه همی کارشی را کتار کو یک خار بیار خاطر همی کارش میکنه بله تشکر زنده باشید خب اینال من تو میشم از خیر بسم الله خب هموطنان عزیز این هم کوهستانات این هم چوپانا و مواشی ها که در تصویر نگاه میکنین خدمتتان امروز برنامه را تقدیم کردیم و از اون طرف همکارای ما آمد که پایان سفر امروزی ماست که خدمتتان به تصویر کشیدیم با جمعی از دوستان و عزیزان آماده بودیم در یکی از مناطق کوهستانات دیگه براتون بگم اونطور که در تصویر نمایانگر است با شما شریک ساختم و جا داره که تشکری بکنم از تمامی شما عزیزان و هموطنانی که تا پای این ویدیو با ما همراه بودین و دیدین امیدوار هستم که برنامه امروزی ما لذت بخش براتون تمام شده باشه و اگر کدام اشتباهی کدام گپای تو اگر از بنده سر زده باشه به بزرگواریتان بنده را بسیار ببخشین و انشالله که بعد از این از طریق صفحه رو در خدمت شما با برنامه‌های متعدد قرار خواهم گرفت برنامه‌های گوناگون ما را بعد از این فراموش نکنیم و جا داره که سپاسگزار باشیم از گلبدین مردیانی که امروز مهمان نوازی کردن دستشان درد نکنه و سپاس از عبدالرشید عزیزمون که در کشور دوست ترکیه زندگی میکنه در گلبدین پهلوان سلام های خاص ویژی ما را از وطن پذیرا باشند و خصوص تمام مسافرانی که دور از وطن زندگی میکنن آرزومند هستم که با دیدن همچین فضا و همچین طبیعت حالشان بهتر شود و خاطراتشان تازه شود و جای
بسا خوشی و خوشبختی است که در وطن همچین جاها و همچین فضا و همچین طبیعت را داریم و با دل آرام با دوستان خود میاییم بچکه رو بعض وقتا اوقات خود را به خوبی و خوشی سپری میکنیم. عزیزان گرامی اونا منتظر ما هستن، ما نباید پرحرفی بکنم و منتظر بیشتر بانم اونا را تا برنامه بعد که دوباره بنده نوریدین عمری در خدمتتان قرار میگیره. هر کدامتان را به خداوند پاک یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوشی داشته باشین. الله نگهدارتان.